Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, iltimos kanalga albatta obuna bo'ling. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun biz Rangsiz Gullarning aynan shunday epizodini tilga olamizki, u bir qaraganda sokin, hatto ayrim joylari kulgili tuyuladi. Lekin ichida shunaqa qo'ra haqiqatlar gimirlab yotadiki, tomoshabinning yuragi endi nima bo'ladi degan savoldan qochib qutula olmaydi. Chunki bu safar fojia baland ovoz bilan kelmadi. U pichirlab keldi. U uyqudagi odamni hazil bilan uyg'otgandek ko'rindi. Keyin esa bir lahzada hammani uyg'otib yuboradigan sovuq sabar bo'lib, butun uyga yoyildi. Va eng dahshatlisi shundaki, bu epizod bizga bir narsani isbotlaydi. O'limdan ham og'irroq narsa bor. U ham bo'lsa tirik qolganlarning ichidagi ayb, kechikkan pushaymon va kechirishga ko'nikmagan gurur. Epizod boshidagi o'sha yengil sahnani eslang. Muradning Rano atrofida mayda qilliklar kelib, go'yoki butun olamni unutdiradigan kayfiyat yaratishi odatiy komediya emas. Bu himoya devori. Murad Rano bilan shunaqa odatiy maqsadni yasayaptiki, u maqsadning ustiga keyin keladigan zarbalar ham singib ketmasin, deydi ish-ishidan. U kuldiryapti, chunki u biladi. Bu uyda ko'p narsalar gapirilmaydi. Bu serialda ko'p hislar ovoz bilan emas, nigoh bilan yashaydi. Muradning har bir erkalatishi ortida, senga og'ir, men buni sezdim, lekin seni sindirib qo'ymaslik uchun buni kulgiga o'rayapman, degan yashirin niyat bor. Rano esa o'sha kulgiga qo'shilib turib, ichida bir g'ashlikni yutadi. Chunki Rano ham sezadi, bahs shunaqa bo'lib qoldiki, u endi yengil bir harakat bilan yo'qolib ketishi mumkin. Shuning uchun Rano kulayotgan paytda ham ko'zlarining tagida charchoq ko'rinadi. Bu charchoq oddiy uyqusizlikdan emas, u doimiy savotirdan, doimiy kutishdan. Go'yoki uy ichida bir narsa bo'lib ketadi-yu, hamma narsa yana o'zgarib ketadi. Va aynan shu yengil boshlangan kayfiyatdan keyin kasalxona sahnalari keladi. Serial bizni ataylab shunday o'tkazadi. Birinchi bo'lib yurakni iliqlatadi, keyin sovuq suvga botiradi. Azizning kasalxonadagi holati, menimcha, bu epizodning eng kuchli psixologik chizigi. Aziz shunchaki tashvishli emas. Aziz ishida g'azab bilan ojizlik bir-birini yeb qo'yayapti. U bir erkak sifatida hamma narsani nazorat qilishni istaydi. Lekin hayot unga yana bir bor ko'rsatadi. Sen qanchalik kuchli bo'lma, ayrim paytlar tanang emas, ruhing sindiriladi. Doktorning sovuqqon, gaplari fonida Azizning ko'zlari yana bir marta kechikdim degandek ko'rinadi. U Aysha uchun ham, Siroj uchun ham, o'zi uchun ham kechikayotganini his qiladi. Va Sirojning holatini ko'rganingizda, bu bola endi shunchaki adashgan emasligini tushunasiz. U ish ichidan qulayapti. U tanasi bilan ham, fikri bilan ham o'zini tutolmayapti. Sirojning titrashi, bir joyga g'ovj bo'lib qolishi, gapining uzuq-yuluqligi, bularning hammasi shuni aytadi. U qo'rquvni ham, aybini ham, qaramlikni ham birga ko'tarib yura olmay qoldi. Eng og'ir nuqta Sirojning Dori masalasi. U o'zicha oddiy shamollashga qarshi narsa deb o'ylaganini aytgandek bo'ladi, lekin biz tomoshabin sifatida darrov tushunamiz, bu oddiy Dori emas. Bu kimningdir qo'li bilan Sirojning hayotiga tashlangan arqon. Va o'sha arqonning ikkinchi uchi Baxtiyorning qo'lida. Baxtiyor bu epizodda to'g'ridan to'g'ri ko'p ko'rinmasligi mumkin, lekin uning izi hamma joyda bor. Bu juda xavfli yozuv uslubi. Eng katta yovuzlik har doim kadrda bo'lib turmaydi. Ba'zan u boshqa odamning qo'lida titrab turgan bir dona tabletka bo'ladi. Ba'zan u men yordam beryapman degan niqob bo'ladi. Ba'zan u senga shu kerak degan gap bo'ladi. Va Azizning g'azabi ham shundan. U Sirojning sodda ishonuvchanligidan ko'ra, Sirojning zaif joyiga urgan odamni ko'proq his qiladi. Aziz buni hayotda ko'p ko'rgan. Odamni yiqitish uchun uni urish shart emas, uni o'z qo'li bilan yiqilishiga majbur qilasan. Sirojga berilgan narsa ana shunday majburlash. Keyin epizodning eng sovuq qarori tilga olinadi. Aysha apparatda. Umid yo'q. Endi hammasi vaqt masalasi. Bu gaplar juda oddiy aytiladi, lekin ichida shunaqa og'irlik borki, u og'irlikni har kim har sil ko'taradi. Aziz bu og'irlikni tashkiliy qiyofa bilan ko'taradi. Qayerga olib boramiz, qanday qilamiz, kimga aytamiz, nima bo'ladi.
u amaliga piradi, chunki aks holda yig'lab yuborishi mumkin. Siroj esa aksincha, u amaliy narsani ko'tara olmaydi, u faqat men aybdorman degan tuyg'uni ko'taradi. Uning dunyosida hamma narsa o'zini ayblash bilan o'lchanadi. Aysha yomon bo'lsa, men aybdorman. Aysha ketayotgan bo'lsa, men aybdorman. Men vaqtida yonida bo'lmagan bo'lsam, men aybdorman. Sirojning o'sha ichki monologi uni yemirib tashlayapti. Shuning uchun ham Aziz unga qattiq gapirgandek tuyuladi, lekin bu qattiqlik aslida qutqarish uchun. Azizning keyin tozalanasan degan mazmuni shuni anglatadi. Hozircha sen tirik qol, hozircha sen o'zingni o'ldirib qo'yma. Hozircha biz bir fojiani ko'mib bo'laylik. Keyin sening fojiaing bilan shug'ullanamiz va o'sha ellikta. Laziza masalasi esa epizodning eng achchiq nuqtasi bo'lib chiqadi. Ayda Lazizaga qo'ng'iroq qiladi, sabrni aytadi va Lazizaning sovuqligi. Bu sovuqlik tomoshabinni ikki xil hisga olib boradi. Bir tomondan jahling chiqadi, o'lim oldida ham shunaqami deysan. Ikkinchi tomondan esa o'ylab qolasan, Laziza nega shunaqa, uning ichida qanday jarohat bor? Bu serialda hech kim shunchaki yomon emas, hech kim shunchaki sovuq emas. Sovuqlik ortida biror narsa bor. Laziza Aysha bilan bog'liq siyonatni unutmagan. Uning ongida Aysha endi inson emas, uyat ramziy, o'yla ramziy, o'rnomus ramziy. Laziza Ayshani kechirsa, go'yoki o'zini sotgandek bo'ladi. Shuning uchun u marosimga bormaslikni tanlaydi. Bu tanlov juda qo'pol, juda shafqatsiz tuyuladi, lekin Laziza o'zicha bu bilan tamoyilni himoya qilyapti. Faqat u bitta narsani tushunmaydi. Tamoyilni nafrat bilan himoya qilgan odam oqsi oqibat yolg'iz qoladi. Chunki nafrat hech kimni birlashtirmaydi. Nafrat faqat ajratadi. Va Laziza shu epizodda o'zini oiladan ham ajratib qo'yayotgandek. Mana shundan keyin Sirojning uyda tutqanoq bo'lgandek holati keladi. Bu sahna juda muhim, chunki bu yerda sir yo'q qoladi. Ayda, Aziz, Ra'no hamma birinchi marta Sirojning qanchalik og'ir holatga tushganini ko'radi. Bu paytda hech kim sen yaramassan demaydi. Hech kim nega shunday qilding demaydi. Hammaning ichida faqat bitta instinkt ishlaydi. Tirik qol. Bu instinkt esa oilaning as kuchini ko'rsatadi. Ular urishishi mumkin, sovuqlashishi mumkin, o'tganlarni eslab yuragi achishi mumkin, lekin bir odam o'lim bilan yuzma-yuz kelgan paytda baribir bir joyga yig'ilishadi. Ayda suv bilan yuguradi, bosim o'lchaydigan narsani so'raydi, Aziz yordam beradi, Ra'no vahima ichida bo'lsa ham bir narsani tutib turishga harakat qiladi. Bu sahnaning ichki ma'nosi shunday, endi Sirojning muammosi uning shaxsiy muammosi emas. Endi bu oilaning muammosi va oila muammo bo'lib qolgan paytda u muammo hammani sinaydi. Siroj keyin yana kasalxonada u uyg'onadi. U pushaymon. Bu pushaymonlikni ba'zi tomoshabinlar kechikkan deydi, ba'zilari nihoyat deydi. Men esa shunday deyman, bu pushaymonlikning chinligi uning gapida emas, uning sinishida. Siroj o'zini yomon farzand deb his qiladi. Onasining dafniga ham ulgurmagani uning ichidagi aybini 100 baravar oshiradi. U o'zini faqat yutqazgan deb ko'radi. U bitta narsani unutadi, tirik qolish ham ba'zan jang. Aziz esa shu yerda yana o'zining qattiq mehrini ko'rsatadi. U Sirojni kechiradi, lekin u erkalab yubormaydi. U shunaqa nazokatli chizikda turadi. Men seni yo'qotmayman, lekin sen ham o'zingni yo'qotma. Bu chizikdan o'tgan odam oson qutulmaydi. Aziz Sirojga bu chizikni ko'rsatadi, lekin yurib o'tish Sirojning o'ziga qoladi. Va epizodning eng kuchli dramatik burilishi Dubaydan kelgan xabar. Azizga telefon bo'ladi. Uning ayolini o'ldirgan odam ushlangan, u yerda qattiq jazo bor. O'lim jazosi ehtimoliy. Shu yerda Azizning ichidagi bo'shliq yana ochiladi. Biz Azizni ko'p marta kuchli ko'rganmiz, lekin bu xabar uni kuchli qilmaydi. Aksincha, uni muzlatib qo'yadi. Chunki adolat kelishi hamma vaqti yengillik bermaydi. Ba'zan adolat kelishi og'riqni yana bir bor tiriltiradi. Aziz endi hammasi tugadi deyolmaydi. Chunki uning ichidagi Ra'no hali ham yashaydi. U o'z ruhining bir qismini o'sha yo'qotish bilan ko'mib qo'ygan. Qotilning jazolanishi esa o'sha ko'milgan joyni kovlaydi. Aziz Jamshid bilan gaplashgan paytda aynan shuni ko'rasiz. Azizning g'azabi ham, charchogi ham birlashib ketgan. U qotilni o'z yurtiga qaytarishni istaydi. Bu istak ishida nazorat ham bor. Men o'zim ko'rmoqchiman, men o'zim bilmoqchiman, men o'zim his qilmoqchiman degan ishki talab. Lekin amaliy haqiqat boshqa, u yerda jazosi og'irroq bo'lishi mumkin.
Aziz shu joyda moral dilemma ishida qoladi. Odamni o'ldirgan odam o'lsa, bu adolatmi yoki bu ham qasosmi? Aziz adolat bilan qasosning chegarasini ajrata olmay qolayotganini sezdiradi. Va eng qo'rqinchli joyi ham shu. Azizning yuragi og'riqdan shunaqa qattiqlashganki, u o'zi bilmagan holda shafqatsizlikka ham yaqinlashib qolishi mumkin. Shu qadar og'ir fon ustida Barno haqida gap ochiladi. Tug'ilgan kun, sovg'a, kichik bayram. Bu serialning juda achchiq ironiyasi. Bir uyda motam, bir uyda bayram. Lekin aslida bu bayram masalasi ham shunchaki quvonch emas. Bu Aydaning hayotga tirmashishi. Biz tirikmiz, dema davom etamiz, degan so'zsiz da'vat. Ayda biladi, agar uy faqat qora rangga kirsa, keyin hech qachon rang qaytmaydi. U shuning uchun Barno uchun bir iliqlik yasamoqchi. Lekin Barno bu iliqlikni qabul qiladimi? Yo'qmi? Barno ichida nimalar bor? U ham ko'p narsani ichiga yutadiganlardan. Bayram shamchasi ba'zan odamning ko'nglini ko'taradi, ba'zan esa men nima uchun qilishim kerak degan aybini keltiradi. Shuning uchun bu kichik reja keyingi epizodlarda katta to'qnashuvga ham aylanib ketishi mumkin. Kimdir vaqt emas deydi, kimdir hayot davom etadi deydi va shu gaplarning orasida asl yara ko'rinadi.